Assalomu alaykum, Milliy kat yo'llar kanalining hurmatli tomoshabinlari. Ko'rib turganingizdek, o'zimiz ishlab chiqargan milliy ko'mirli kat yo'limizni Qo'shtepa tumani O'qcha mahalla fuqarolariga yig'iniga Ustonobga qilgan yetib kelganmiz. Ko'rib turganingizdek, kat yo'limiz Zevur brendi ostida o'zimiz ishlab chiqargan milliy ko'mirli kat yo'limiz. Xonadonimiz obshu 150 kvadratni o'z ichiga oladi. Xonadonga jami 6 dona har xil razmerdagi panel radiatorlardan Ustonobga qilganmiz. Sistemamiz samotok sistema bo'ldi. Suvni qaynash hisobiga tabiiy sirkulyatsiya bo'ladi. Kat yo'limiz narxi video boshidan aytib ketaman. 8.300.000 so'm O'zbekiston bo'yicha 12 ta viloyatga dastlabkasi tekin. Hamda bu sistemamizga qo'shimcha kat yo'limizga shunaqa nerjavekali sendvichli dimoxodlarimizdan Ustonobga qilib berganmiz. Bu dimoxodimiz 4 dona Ustonobga qildik. Dimoxodimiz bir donasining narxi 450.000 so'mdan, dimoxodning bo'yi 1 m 20 cm bo'ladi. Ko'rib turganlaringizdek, sistemaga juda ham chiroyli qilib alohida santexnikalarimiz ishlov berilgan. Mashinaga nimaga qo'yilganini kommentariyada fikrlarini bildirib ketinglar. Sistemamiz samotok sistema qilib hamda 32 ga 6 bitta qo'shimcha sirkulyatsionni nasos ham qo'yib berib ketilgan. Kat yo'limiz juda ham aqlli, 40 kg, 45 kg atrofida ko'mir oladi. Ko'mirda sifatiga qarab, uyda tepli izolyatsiyasiga qarab 10 soatdan 1 sutkagacha bemalol yonib beradi. Kat yo'limiz aqlli rejimda ishlaydi. Ko'rib turganlaringizdek, mana shu termostatini 50 ga qo'ysangiz 50 da yonadi, 45 ga qo'ysangiz 45 da yonadi. Umuman xonadon egalarini qiynamaydi. Bitta ko'mir zapravka qilasiz, tepadan yoqib qo'yasiz. 1 sutka kat yo'l yoniga kelmaysiz. Shu yonib qolay. O'sha yonish rejimini bilib, tugash rejimini bilib olasiz. Kelganingizdan keyin, tugagandan keyin tagida cho'g'ini olib tashlab, ustiga yana ko'mir zapravka qilib, o't ilashtirib qo'ysangiz, yana tepadan pastga yonib tushadi. Kat yo'limizda yonayotganlarga juda ham chiroyli bo'lib, kat yo'limiz o'z ichida olib qoladi. Aylanib 4 metr aylanib ilonizi bo'lib, keyin dimoxodga uriladi. Kat yo'llarimiz har bir ishiga ligrovshnik qilib qilingan. Ko'rib turganingizdek, ligrovka bo'ladi, tutun-putun, cho'g'-poq hech narsa chiqmaydi. Xonadonimizga xuddi shunaqa panel radiatorlardan 6 dona Ustonobga qilib berganmiz. Sistemamiz samotok sistema bo'lgan. Ko'rib turganlaringizdek, xonadon egalari 100% remontini bitkizishganiga qaramasdan juda ham chiroyli qilib, sifatli qilib santexnikalarimiz ishlarni garantiyali qilib xonadon egalariga topshirish harakatida biz. Kim xonadonda shunaqa sifatli santexnik ishlar va ko'mirli kat yo'l zarlasa, ekranda raqamlarga aloqa qilsangiz, juda ham chiroyli qilib ishlarni bitkazadi. Videoga bitta like bosib, yurakchan qizartirib, shu videoni shunaqa ko'mirli kat yo'l va shunaqa sifatli santexnik oqtarib yurgan tanishlarga yuborib qo'yamiz.